Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, ukalar, biz bugun Andijon viloyati Asaka, O'zbekiston payshanba mol bozoriga yetib kelganmiz. Bu yerdan xudo sizlarga ko'chat novvoslarimizni, yosh kichkina boqma novvoslarimizni sizlarga narx-navolarni yetkazib o'tishga harakat qilamiz akalar, qo'ldan kelgancha. Hafta kuniga payshanba 2025-yil 1-may xudo xolasa sizlarga video syomkalarimizni qo'yib borishga harakat qilyapmiz akalar. Videolarimiz yoqsa bittadan like, yoqmasa bezlak bosib o'zingizni fikringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz akalar. Qani bo'lmasam biz videolarimizni boshladik. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Aka, necha oylik bularsiz? 3 oylik, 4 oylik hurmatli obunachilar, 3 oylik, 4 oylik. Bo'ylarini bunisi shu 85-90, bular 1 metrga yaqin nima novvoslarimiz, ko'chat novvoslarimiz akalar. Orqa tomondan ham ko'rsatib o'tamiz akalar. Xo'p, pullari qanaqa aka? Bular qo'yoq suyuqqa aytilmaydi, monisi kichikroq ekan. Ha, ikkovi bir xilmi? Xo'p. Bunisi 13 million dollar akalar. Kami bor 13 million. Bular qanchada? 11 milliondan kami bor. Aka, dehqonchilikmi qanaqa? Tirikchiligi? Mayli aka, savdoyingiz bersin. Aka, qancha deyapsiz buni? Oq tumshuq. 15 deyapti. 15 million hurmatli obunachilar, 15 million. Tumshuqlaroq oq quloqdan ekan akalar. Xo'p. Bo'ylarini 1 metrdan oshiq qolarasizlar. Savdosi bo'ldimi aka? 13,5 qilyapti. 13,5 million savdosi bo'ldi. Tirikchilikmi aka qanaqa? Dehqon qadar qilyapti. Bu yerda olma dehqon ham qolmayapti. Mayli aka, savdoyingiz bersin. Xo'p. Akalar, biz davom etamiz. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Akalar, yoshrog'idan chiqib qolibdi mana. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Ko'ring aka. Qirg'izistondan tushganmi bu? Akalar, nechta? 4 ta, mayda 2 ta bor ana aka. Bu ikkovi. Akalar. Bunaqa tashaganisi ham bor. O, mana akalar. Yoshrog'i ham kelib qoldi. Ular kuydirilgan. Bu ham Qirg'iziston shvedmi? Yo'q, Bu o'zimiz. Hech berasiz. Gapiring, kelishtirib ayting. Hechkim. Echkiyami? Ha. 8 ga qo'shing. Ay, yo'q. Bunisimi echki? Xo'p aka, narxlari qanaqadan bular? Bularda aka 11 dan kami bor deyapman. 11 milliondan xudo xolasa. Yoshlari-chi? Qanchamiz bor? Ayna qilasizda, keyin o'zingizga foydalanib olasizlar. Aka 11 milliondan hurmatli obunachilar, kami bor ekan. Aka, necha oylik bularsiz? 3-4 oy bor-a? 3-4 oylik bor? 3-4 oy. 5 oylik o'zadi. Xo'p, bozor qanchadan beryapti aka? Dolar aka uchoviga Qancha berdi? 9,5 dan beryapti. Hop. Bunisiga 9 million beryapti. Bunisiga 9 million. Aka, nomerlar qo'yib beramizmi? 94lik. 94lik. 882. 882 57 nomerlarga akalar. Qachon tushdi bu? Bular eski tushgan bular. Namangan kosonni olib keldi bular. Eski tushgan ekan akalar. Qirg'iziston hozir yopig'i. Hozirgi paytda yopig'i, hozir Qirg'iziston. Hozir yopiq, eski tushib qo'ygan akalar. Qirg'iziston aniq bular pechatlari. Akalar, pechatlari bor. Uyda yana bir 2 ta bor aka. Xo'p, akalar. Akamizga telefon qilamiz, aloqaga chiqamiz, savdolashamiz, xudo xolasa. Qayerdan keldingiz? Bo'zdan. Bo'zdan ekan akalarimiz. Xudo xolasa, yeb ichishlariga qanchaga dog garantiyasi bor aka? Bir haftasini oladi. Bir haftaga dog, xudo xolasa, salomatligi. Yemas-ichmas olib kelib beradi. Xo'p, akalar, eshitdinglar, xudo xolasa, akalarimizga aloqaga chiqamiz. Mayli aka, savdoyingiz bersin. Xo'p. O'tib olaylik. Xo'p, akalar. Hormang aka, charchab qolmayapsizmi? Pechatlar qanaqa pechat bu? Fermanikimi? Fermaniki ekan. Nechta bu yerda? 6 tami, 5 ta? Hurmatli obunachilar, 5 bosh novvoslarimiz, ko'chat novvoslar. Tumshuqlari hammasiniki o'qigan, bitta shundan tashqari hammasiniki. Hashda buniki qora ekan, qolgan hammasi oq tumshuq shved novvoslarimiz akalar. Pullari qanaqa buni? Puli. Aka, Manalarning 3'oni 13,5 dan kami bor. 3'oni 13,5 milliondan kami bor.
11,5 kami bor. 11,5 milliondan akalar kami bor. Mana shu joyi savdo bo'ldimi? Bir joyga olaman deganlar. Bo'ldi. Qancha berishyapti? Qarang, akam uni 11,5 beryapti o'ziga. Xo'p, bunisiga. 25 million berdi jupiga. Ikkalasiga 12,5 dan jupiga 25 million savdosi bo'pti akalar. Qayerdan keldinglar? Bizgasiga olaylik, Rashidan. Asakadan, ha? Xo'p, akalarimiz mesni ekan. Yeb ichishlariga javob aka. Bir hafta kafolat. Bir haftaga davr akalar sinovlari bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, ko'ryapsizlar, bo'ylarni 1 metrga davr olarasizlar, 1 metrga davr. Aka fermada yana bormi? Yo'q. Nomerlarni aytib berasizmi? 91. 91 kodi bilan. 492 492 89 91. 8991 nomerlarga akalar telefon qilamiz, aloqaga chiqamiz. Savdolashamiz, xudo xolasa, xarid qilsanglar biz xursand bo'lamiz. Mayli aka, dastavkalari bor ekan akalarimizda. Mayli aka, savdoingiz bersin. Hormaylar, charchamayapsizlarmi? Necha oylik aka bu? 1 oylik. 1 oylik. Enasini sotib yordinglarmi? Enasi sotilgan, hurmatli obunachilar. 11 million narx aytilyapti. Bo'ylari 85-90 ga davr chiqadigan shved buqamiz. Aka dehqonchilik ekani? Shunaqami? Xo'p, akalar mana. Bozor savdo qildimi? Tumshuq oqidanik. Qancha berishdi? 10 million. Akalar 10 million savdo ko'ribdi. Unajini nima? Novosimiz bo'ylari 85-90 ga chiqadi. Shved novoslarimiz. Enasi germanskiy shved. Ha, germanskiy shved ekan. O'z bolasi ham o'zi boshqacha turibdi aka. Sementarga qoch. Riskada bu? Dilmurod o'z. Nomerlar qo'yib beramizmi aka? Ayting. 99 kodi bilan. 005 91 39 nomerlarga. Bormi yana? Bularchi? Bular sizdanmasa? Xo'p, akalar, telefon qilamiz. Paroda shved, yaxshi germanskiy shved tanigan akalar. Enasini sotib yubordi, bitta o'zi qolibdi akalar. Olib baqaman deganlar telefon qilamiz. Mayli aka, savdoingiz bersin. Hormaylar, charchamayapsizlarmi? Hozir ikkitasiniki oq tumshuq ekan, hurmatli obunachilar. Hammasi sizdanmi? Xo'p, bo'ylarini 1 metrga davr olaveramiz. Bo'yini o'lchab beraymi mana shuni? Mana shu eng kichigi? Ikkisi shu ekan. Xo'p, hurmatli obunachilar, tushuntiramiz. Bo'ylari 85 atrofga chiqar ekan. 90 ekan. Eng kichik 90, u yoq 95 ga davr, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bittasini tumshug'i oq ekan. Xo'p, yoshlari qanaqa aka buni? 5 oylik, 5 oylik, 6 oylik. Tirikchilikmi aka? Tirikchilik. Xo'p, qayerdan keldinglar? Azyo'ldan, Asakadan. Asakadan kelibdi akalarimiz, mesni ekan, xudo xolasa. Pullari qanaqa chiqadi? Qo'yoq suyuqmi yo? Qo'yoq ekan, hammasi. Hozir 10 ekan burada. Bunisi 10,5 ikkovi. 10,5 dan kami bor. Xo'p. Bularchi? Bundan kam. 10 milliondan kami bo'ladi, xudo xolasa. Dilmurod o'z YouTube kanalidan ko'rib telefon qiladigan bo'lsanglar, xudo xolasa, akalarimiz yo'lida qilib, xayrlarni qilib berishadi akalarimiz. Nomerlar qo'yib beramizmi aka? 93 kodi bilan. 555 5195 nomerlarga akalar telefon qilamiz, savdolashamiz, xarid qilamiz akalarimiz mana. Xo'p, mashinasini tumshug'i oqidan ekan akalar. Tulashga kelib qopti bunisi. Mana shu eng kattasi mashinasi ekan. Xo'p akalar. Mayli aka, savdoingiz bersin. Hormaylar, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Aka, bu yangi partiyalarmi? Xo'p, qanchadan bular aka? Xo'p, bular ikkoviga 10 milliondan. Xo'p, bularchi? Siz kattaroq ekani? Bunisiga 11, bunisiga 12 kami bor, hurmatli obunachilar. Yeb ichishlar yaxshi, xudo xolasa. Bir hafta akalar. Tumshuqlari hammasiniki oq ekan. Shu eng chekadagi qora ekan, xolos. Xo'p. Aka, nomerlar qo'yib beramizmi? Qiziqqanlar. Ha, 94 kodi bilan. 848 3444 nomerlar. Qayerdan keldinglar? Asakadan mashina. Asakadan akalar. Akalarimiz mesni ekan, xudo xolasa, oyoqlarini ko'rsatamiz. Bo'ylarini 95 1 metrga davr olaveradigan. No. 10 ola bilan bir xilda.
Xo'p, akalar, bo'yini ham o'lchab beramiz. 1 metr ekan. 1 ga past ekan. 97 chiqdi-da 1 metrga olinaveradigan novvoslarimiz. Akalar, qiziqqanlar telefon qilamiz. Mana shuni sal kichikroq. Lazerda. Siz keldingizmi? Ha, aytmaysizmi? Xo'p, akalar, navbatdagi novvosimiz Shvetidan ekan akalar. Bu pechat yo'q ekan. Xo'p, akalar, holatlarini ko'rsatamiz, bo'ylarini. Xo'p. Bo'ylari 95 chiqdi. Xudo xolasa o'lchab qo'ydik. Aka necha oylik bu? Aka 4 oylik o'zay. 4 oylik bo'zay ekan. Serob garchilik ekan akalar. Xo'p, aka tirikchilik ekan sizda. Xudo xolasa tirikchilik. 60 ta bor bunaqa bo'lsa. Xo'p, 50 ta 60 ta bor ekan, hurmatli obunachilar. Oyoqlari stakan oyoq ekan. Xo'p, bu tomonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Orqalarini akalar. Ko'chat novvoslarga qiziqadigan akalarimiz, mana ko'ryapsizlar, xudo xolasa. Akalarimizda bunaqa novvoslardan ko'p ekan. Tumshug'i oqidan ekan, oq quloq, xudo xolasa. Xo'p, nomerlarni aytib berasizmi aka? To'xtang. Pulini ayting birinchi. Puli 11 ga o'tib beramiz. 11 millionga ozmoz kami bor, xudo xolasa, 10 xayrini qilib million berish. berishyapti. 10 millionga qo'shganga sotamiz. Ha, 10 million o'sha savdosi ko'rdi. Savdo ko'ribdi, hurmatli obunachilar, 10 million. Ozmoz ustiga qo'shilganga xudo xolasa savdosi bitib ketadi. 90 nechilik? 94lik. 94 kodi bilan 430 430 30 30 93. 93 nomerlarga akalar qiziqqanlar. Shved parodasi hozir O'zbekiston bu, Qirg'iziston emas-a? O'zbekiston Shved buqachalar akalar qiziqqanlar telefon qilamiz, aloqaga chiqamiz. Mayli aka, savdoingiz bo'lsin. Xo'p, hurmatli obunachilar, sotilganidan kelib qoldi tumshug'i oqidan. Akalar, qulog'i ham oq, bo'ylarini 1 metrdan 1.5 ga da oladigan novvosimiz. Qanchaga oldingiz aka? Yo, sotdingizmi? 13,5 13 million 500 ga olinibdi akalar. Holatlarni ko'ryapsizlar. Yeb-ichishlar yaxshimi ekan aka? ishlarda bir hafta sinovi bor ekan. Bir haftaga dori sinovi bilan akamiz olibdi. Mayli aka, barakasini bersin aka.